Azizlar, mo'min odamning qalbi Ka'baga talpinadi. Ibodat qilsak Ka'baga yuzlanamiz. Qur'on o'qisak Ka'baga yuzlanamiz. Duo qilsak qiblaga yuzlanamiz. O'sha Ka'batullohga borish har bir bandai mo'minning orzusi. Ana o'sha orzular ro'yobga chiqadigan kunlarga Alloh bizni yetkazdi. Shukrlar bo'lsin. Ko'nglida ishonchi bor, umidi bor, bir oz imkoni bor banda borki, umra ziyoratiga borishlik bemalol kunlarga ham yetib keldik. Allohga shukr. Bilamizki, Ka'batulloh Makka mukarramada joylashgan. Ka'batullohni qurgan Ibrohim alayhissalom 4,5 metrlik devor qilib qurganlar. 4 ta devor bo'lgan, balandligi 4 metr, 4,5 metr bo'lgan. 2 ta eshik bo'lgan. Odamlar bir eshikdan kirib, ikkinchi eshikdan chiqib ketgan. Ka'batullohning eshigining ostonasi yerdan bo'lgan. Shift bo'lmagan, osmon ko'ringan. Faqat 4 ta devor bo'lgan xolos. Ka'ba bugunlik kunga qadar 12 marta qayta buzilgan. Ya'ni poydevorigacha olib tashlanib, qaytadan qurilgan Ka'ba. Payg'ambar alayhissalom 35 yoshga kirganlarida hali payg'ambar bo'lishlaridan 5 yil muqaddam Makkaga katta bir sel keladi, ja'asilun jarifun, qo'poruvchi sel keladi, Ka'ba devorlarini buzib yuboradi. Quraysh xalqi o'rtaga pokiza mablag'larni jamlab, Ka'batullohni qaytadan qurishadi va hozirgi o'rniga olib o'tishadi. Ka'baning Ibrohim payg'ambar qurgan o'rni xatimning o'rnida bo'lgan, ya'ni yarim aylana devorning o'rnida bo'lgan. Ka'batullohning hozirgi balandligi 14 metr. Eniga 11 metr, bo'yiga 10,5 metrlik katta bir bino. Eshikni bittasi yopildi, ikkinchi eshikni ham ostonasini 2 metr qilib ko'tarishdi. Ya'ni tavof asnosida odamlar urilib eshikka shikast yetmasligi uchun. Zarurat bo'lsa, zina bilan chiqiladigan holat yuzaga keldi. Ka'batullohga shift qilindi, ichida 3 ta ustuni bor. Ka'batullohga kirgan odam xohlagan tarafiga qarab namoz o'qiydi. Ka'baning atrofida o'tirgan odam Ka'baga yuzlanib namoz o'qiydi. Allohning har tong bir farishtasi 120 ta rahmatini nozil qiladi. Sittina lit-toifin, 60 tasi tavof qiluvchilarga. Shuning uchun biz umrachilarga, hojilarga aytamizki, Ka'baga borsangiz eng ulug' amal bu tavof. Tavofdan ulug' amal yo'q. Kuchingiz bormi? Vaqtingiz bormi? Bemalolmisiz? Tavof qiling. 120 ta rahmatni 60 tasi tavofga. Payg'ambar alayhissalom man tofal bayt 50 marra kharaja min zunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. Kim Ka'batullohni 50 marta tavof qilsa, onadan yangi tug'ilgandek bo'ladi dedilar. Tavofning ajri ulkan azizlar. 40 lil musallin, 40 tasi namoz o'quvchilarga. Ka'batullohda yana bir ulug' amal tavofdan keyin namoz o'qish. Bilamizki, Ka'batullohda o'qilgan namoz boshqa yoqda o'qilgan namozga nisbatan 100 ming barobar ajr. Qarangki, shundan ham tavofning ajri ko'p. 20 lin-nozirin, 20 tasi qarab turganlarga. Ka'batullohga borgan banda, umrachi, hoji tavof ham qilmayapti, Qur'on ham o'qimayapti, zikr ham qilgani yo'q, namoz ham o'qimayapti, faqat shu Ka'baga qarab o'tiribdi. Ka'batullohga qaragan odamga ham ajr bor. 120 ta rahmatni 20 tasi nazar solgan bandaga. Allohning hadisi qudsiyda va'dasi bor. Baytimga nazari tushgan bandamning nazari do'zaxning otashiga tushmaydi degan va'da bor. Shuning uchun azizlar, bu ulkan bashorat. Ya'ni Ka'bani ko'rgan ko'z do'zaxning olovini ko'rmaydi azizlar. Biz doim aytamiz. Imkon topgan yigitlar, otangizni, onangizni Ka'baga yuboring. Umra qilsinlar, haj qilsinlar. Farzand tarbiya qilgan, bir umr mehnat qilgan, endi yaxshi kunga erishgan ota bilan onaga eng ulug' mukofot bu umra va haj bo'ladi. Alloh taolo har bir bandai mo'minni o'sha Ka'batullohni oldiga borib, shu qo'llarimiz bilan Ka'ba devorlarini ushlashligimizni Alloh nasib etsin. Azizlar, Multazam degan joy bor. Ya'ni Ka'batullohning burchagida tosh bor. O'sha toshdan keyin taxminan 1,5-2 metr masofada
keyin eshik bor. Eshik bilan toshni orasidagi joy multazam deyiladi. Ana o'sha yerda payg'ambar alayhissalom hamma sahobiylar ko'ksilarini qo'yib, o'ng chakaklarini qo'yganlarida toshga qarab turgan bo'ladi. Ana o'sha holatda duo qilsa duo ijobat bo'ladigan joy. Mana shu narsani ham agar imkon topsalar, fursat topsalar, ko'ksilarini o'sha joyga qo'yib devorga, o'ng chakaklarini devorga qo'yib, toshga qaragan holda duo qilsalar, duo qabul bo'ladigan Ka'baning ulug' o'rinlaridan. Ka'batullohda yana bir ulug' manzil bor. Bu narsani ham e'tiborga olishinglar kerak bo'ladi. Yarim aylana devor bor, ya'ni hatim. Payg'ambarimiz alayhissalomning ayollari Oysha onamiz bir kuni, "Ya Rasululloh, meni Ka'bani ichiga olib kiring" dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom indamadilar, onamizni qo'llaridan ushladilar-da, hatimning ichiga olib kirdilar va aytdilarki, "Solli fihi in aradti dukhulal Ka'ba." Ka'baga kirishni xohlayotgan bo'lsang, shu yerda o'qing dedilar. Bu ham Ka'ba dedilar. Oddiy fuqaro, mo'min odam, umrachi odam, hoji odam imkon topsa o'sha hatimning ichiga kirsa, Ka'baning ichiga kirgan bo'libdi. Chunki u o'rin Ka'baning asl o'rni bo'ladi. Biz doim aytamizki, imkon topsangiz, fursat topsangiz, hatimga kirishga harakat qilinglar. Hatimga kirdingizmi? Demak siz Ka'baning ichiga kirdingiz.